Assalomu alaykum. Sizlar bilan doimgidek men Terminator. Mana mishalkamiz kraskaga chiqdi. 1 tonnalik soatiga. Motor reditori o'ta katta. Bu axlatitr bo'ladi. Pastki rangi boshqa bo'ladi. Nakopительный bunker mana juda chiroyli chiqqan, tayyor bo'lgan. Kimga bunker, shunaqa bunkerlar kerak bo'lsa, любой narsaga farqi yo'q. Qilib beraveramiz pod zakaz. 2 tonna, 3 tonna 10 tonnaliklarni olmaymiz-ku, bizni joyimiz past-baland qilmaydi. Shuning uchun 5-6 tonnagacha qilib bera olamiz. Yana bizda mana 2 ta mishalka boshlangan. Bu mishalkalarimiz bu ham 1 tonnalik mishalka. Любой narsani aralashtiradi bu mishalka. Xo'p, mana asfaltga jarayoni ketyapti. Mana bir yo'l qo'yilgan, glaznoylari ikki tarafga ham qo'yilgan. Sifatli, yangi, yaxshi materiallardan qilingan. Kimga mishalka, gravilka nima kerak bo'lsa, aloqaga chiqing. Aloqadamiz.